Sammoyka ochish rejalashtirilgan joyga sammoyka binosini qanday o'lchamda qurish kerak? Qurish davomida xato qilmaslik uchun nimalar inobatga olinishi kerak? Kanalizatsiya qanday bo'lishi kerak? Sammoyka apparatlari o'rnatilgunga qadar nimalarni tayyorlab qo'yishingiz kerak? Sammoykani komplektiga nimalar kiradi? Hammasi haqida batafsil. Fundament quyishdan oldin o'lchamlar aniqlashtirib olinadi. Avtomobil yuvish joyi 5 metrga 6 metr, apparatlar turadigan texnik xona 2 metrga 6 metr bo'lishi kerak. Shundan keyin fundament ustiga blok g'ishtdan yoki yengil konstruksiyadan devor ko'tariladi. Devor balandligi 3 metrdan 3,5 metrgacha, traktor yoki maxsus texnikalar ham kirishi kerak bo'lsa, 4,5 metrgacha bo'lishi kerak. Lekin traktor va boshqa og'ir texnikalar yerdagi betonni tez shikastlashini inobatga oling. Devor bitgach, suv oqib ketishi uchun kanalizatsiya hovuzlari va ariqlar qilinadi. Endi moyka tomini yopsa ham bo'ladi. Yengil konstruksiya eng arzon va tez bitadi. Tomni oldingi shapkasini uzunroq chiqarsangiz, yana ham chiroyli chiqadi. Moyka tomini yopayotganda 3,5 va 2,5 metr masofalarni belgilab, profil qoldirib ketishni unutmang. Bu profilga moyka konsollari qotiriladi. Profil o'lchamlari videoda ko'rsatilgan. Shundan keyin yerlar va kanalizatsiya hovuzlari steyajga quyib betonlanadi. Hovuzlar va ariqchalar usti temir panjara bilan yopiladi. Panjaralar moykaga kelgan avtomobilning og'irligini ko'tara oladigan bo'lishiga e'tibor bering. Endi moyka binosining ichiga o'rnatiladigan narsalarga o'tamiz. Bu ham juda muhim. Bitta yoki osmos apparatingiz bo'lsa, ikkita 1 tonnalik Yevrokub bochka u yerdan 2 metr balandlikda o'rnatiladi va bu bochkalarga suv ulab qo'yiladi. Shuningdek, bu texnik xonaga 3 faza 380 volt tok olib kirilib, elektrishitdagi 3 fazali avtomatga ulab qo'yilishi kerak. Va nihoyat bot moykaning komplektiga nimalar kirishini ko'ring. Bungacha sizning moyka binoyingiz mana shu ko'rinishga kelishi kerak. Biz bot moykani dastlab motor, pompa, silovoy shit va gidrosistemadan iborat qismini olib borib ulaymiz. Bochkadan apparatgacha bo'lgan barcha trubalar va avtomatdan moykagacha bo'lgan silovoy kabellar bizning hisobdan. Shuningdek, har bir boksda ikkitadan bo'ladigan magistral shlanglarimizni ulaymiz. Ikkitadan konsollarimiz qotiramiz va pistolet shlanglarimizni ulaymiz. Ikkita pistoletimizdan qotiramiz. Zanglamaydigan po'latdan qilingan pistolet tutqichlar va albatta bot moyka boshqaruv pultini qotiramiz va polik qistirgichlarni qotiramiz. Agar siz premium yoki turbo apparat olsangiz, komplektida bo'ladi. Texnik xonaning oldidagi xonani avtoshampunlar uchun ombor yoki avtodo'kon yoki boshqa maqsadda foydalansangiz bo'ladi. Bot moyka komplektida yana nimalar borligini bilish yoki xarid qilish uchun esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.